Assalomu alaykum hurmatli Sakiyev jamoasi. Bugun biz 2025-yil sarhisoboti savol-javoblarni sizlar bilan boshladik. Tayyormizmi? Ha, ketdik. Birinchi savol. 2025-yilda siz qilgan, lekin amalga oshmagan rejalar qaysi edi? Serialda syomkasi amalga oshmadi. Afsus, xudo xolasa endi menimcha keyingi yil bo'ladi. BMW X6 olmoqchi edim yoki XM olmoqchi edim. O'sha BMW X6 bilan XM olmoqchi edim. Ololmadim. Keyingi yilga qoldirdim. 2026 olaman nasib. 2026 kakas X6 degan so'zga 2026 X6. 2026 X6. Nomer ham 006. O'zi ham shu so'z. Navbatdagi savol. 2025-yilda siz uchun siz ishlagan eng yoqqan vayn qaysi? 2025da. Ha. Makita menimcha Qaysida? ko'tarilgan. Menga shu yoqadi. Yo'q, makitani qotirganmiz-ku, telefon ko'tarib yurib, Tailandga aylanib kelganmiz. Meniki menga o'sha yoqadi. Bu ham saniki, buniki o'zi. Yo'q, o'zimizdan, o'pishib bizaniki bo'pti. Ha, mana shu vayn menga ko'proq yoqadi. Bu reklama o'zi. Hozir kam olgan ekanmiz 2025da. Men bor uzr. Udat qoradi. Yo'q, qanaqa udarit qilaman. Bo'lmish lekin zo'r chiqqan. U ya eng yoqtirganim ham bo'lgan. Ha. Vayn emas endi buni bo'ladi, video desak bo'ladi. Ha, menga bu yoqqa menga makita reklamasi yoqdi. O'sha telefonda mana Javob uchun rahmat. Uchinchi savol 2025-yilning sizga og'ir kelgan voqeasi qaysi? O'rtalaringizda og'ir kelgan voqea qaysi edi? Ya, og'ir kelmagan, unaqa. Lehki biroq. Ha, bir oycha pauza ishlagan. Qiynalganman juda. Ahrorsiz. Ahrorsiz. Endi bir-birimizga qaraymiz. Va Skirt. Maras. Fu. navbatdagi savol. 2025-yilda sizni hayotingizdagi eng katta o'zgarish. Ana. Farzandli bo'lgan. Mana farzandli bo'lganman. Qiz. Shunaqa. Endi o'zgarilish dedingmi? Hayotingizda bo'lgan переворот, o'zgarish. Menda переворот lekin. No, bunda уже Menda переворот emas, menda takoy поворотник bo'lgan bo'lishi mumkin, takoy burilish bo'ldi. Переворот bo'lgan o'tgan yilda. Yo'q. Takoy qizli bo'ldim. Yo, lekin sendan bitta переворот bo'lgan. Qarorchi buni avlodida hammasi o'g'il edi-da. Bitta bu qisib qo'ydi. O'rtaga bitta kashit qilib qo'ydi. Переворотmi, поворотmi. Ну да, shu menda ham shu kattaroq narsa shu bo'ldi, takoy masshtabniroq. Yaxshi. Endi qaltis savollarga o'tamiz. Davay menga yoqadi shu narsa. Davay. 2025-yilda siz eshitgan eng yomon xabar hayotingizda. Anoshkani uyi yonib ketgani. Respublika oladigan bo'lsa 2025da eng yomon xabar. Endi menimcha ko'pchilikning hozir esida qolgan eng yomon xabar bu albatta mana bu oxirgi paytda ham bu. Oxirgi marta ham Qobiljonni o'ldirib ketishgani. Hayoting. Meni iminda hayotimdami? Meni iminda hayotimda endi men yomon xabarlarni ochiqchasiga aytganda unutib olishni yoqtiraman. Shuning uchun esimda turmaydi. Yaxshi xabar ham to'g'risi uchun bo'lmadi. Men o'zi xabarlar eshitib bor. Xabar, yaxshi xabar. Menimcha bu boya aytganinglardek, farzandli bo'lganinglar. Papasha tabriklaymanmi? Xona yopib o'tiradi, chonsan o'tirasan boshingni qilib. Ana medsestrani ovozi chiqadi keyin. Papasha tabriklayman, kiravering deydi. Pul bilan kirish kerak. Endi men o'tda pul bermaganman, endi pora bermaganman o'tda. Pora berilmaydi, bu prosta Suyunchi. Lekin men o'tda masalan ana nima Mana bermaganman, mana bermaganman. Chiqazadi-ku, o'sha shotda yozilgan bo'ladi, suyunchi puli. Papashalar eslab qolinglar bu narsani, hozir unaqa narsa qilib o'tirmanglar. Sizlarga shot beradi. O'sha yerda kim medsestrasi bo'ladi, boshqasi bo'ladi, doktori bo'ladi, akusheri bo'ladi, hammasini narx yozilgan xizmatini. O'shani kassaga tirs. Boyaga randomli opalar ko'rib qolsa, ikkinchi marta borayotganingiz Sakiyevmi? Yo'q, men dushi berib ketaman lekin. Qaranglar, men qaramayman to'g'risi. Siz qarang, pistonchoqlar menimcha yoqtirmaydi bola. Yo'q, men ham qaramayman. Mana shunaqa bo'ladi, bekor gapirdik. Mayli, o'rtoq. 2025-yilda siz tanishgan eng yaxshi inson. Yaxshi ham shu inson bilan yaxshilikka chorlash bu o'talar so'ziga naqas chiqqanmiz. Eng yomonni ham aytolmayapsan-ku baribir. Eng yomon nisbini ham aytardim lekin. 2025da kim bilan men? Kontaktdosh. Hozir kontakt bor, podpishka tashlab qo'yaman. Balki uchratgan, balki tanishgan.
Uzr. Eng yomon xabar bor edi menda. Do'stimiz Ahror. Rahmatli do'stimiz Ahror. O'sha xabarni eshitib yomon bo'lib qolganman men. Soat 3da. Endi soat 3da. Soat 3da. Iyun oyimidi, avgust oyimidi shunaqa. Iyulda. Mana shu yomon xabar bo'lgan. Iyul yoki avgust, iyul joy jannatda bo'lsin, oxirida robot. Avgust ekan. Juda yaxshi o'rtog'imiz bo'lgan, juda ham bizga yaqin bo'lganmiz. Qo'qon. Qo'qon. O'sha yomon xabar bo'lgan. Eng yomon xabarim shu menimcha 2026 bo'yicha. Menimcha Qo'qonni o'zida eng mashhur bloger edi hozirgi paytda. Hozirgi paytda eng yaxshi bo'layotgan. Mashhur, masalan, endi o'zimizdan tilda aytgan reklamasi ko'p. Ya'ni talabi kuchli bloger edi. To'ppa-to'g'ri. Yaxshi ham shu inson bilan tanishdim shu yil degan qanaqadir. Kim bor ekan? Ko'rdinglarmi? Hozirgi zamon patska tashlaganmi o'sha yerdan bilyapti kimligini. They wanna bury me, I'm worried. I'm losing my mind. Look down the path. O, yaxshi insonlardan anaqa bilan tanishdim. Yaxshi odam. Teacher Azam. Tayland tanishdik-da. Mana qo'shimcha. Shu yaxshi inson. Men endi ko'p odam bilan tanishdim, shu esimga tushdi. Teacher Azam. Yaxshi inson, takoy. Suhbatdosh zo'r edi. Men zo'r kelishuvdim. Menda shu. Taylandda. Men tanishganman shu inson bilan. Sazu Event bor. Sazu Event asoschisi Amir aka salom bo'layotgan bo'lsangiz. Ilohim keyingi yil hamma tanishgan insonlar eng yaxshi insonlar bo'lsin. Navbatdagi savolga o'tamiz. 2025-yilda siz uchun eng shov-shuvli PR. Juda ko'p unaqasi. Eng mana shu zo'r PR bo'ldi mana shu deganingiz. Ne, endi qara, PR bilan PR farqi bor-da. Toza PR bor, masalan, uyushtirilganmi, bunga plan ssenariy qilingan PR bor. Bilmagan holda PR bo'lib ketgan bo'lishi bor. Undan bitta, bundan bitta. Неудачный PR oladigan bo'lsa, menimcha mana bu oxirgi o'sha uy yonib ketgan qizniki. Menimcha o'sha boshqa plan bo'yicha boshqacha bo'lishi kerak edi. Qattandir kontrol yo'qotib qo'ydi, короче, kasha bo'lib ketdi. Ssenariy bilan qilingan planda, PRda menimcha dili. Menda katta shou. Zo'r shou qildi, ancha pul ketkizdi, katta shou. Narsaga masalan, endi srochlarni bilamiz, hamda qanaqa ssenariy yozgan, qanaqa ishlanganini. Navbatdagi savol 2025-yildagi siz uchun eng kulguli deb hisoblaydigan mem. Sekinroq. Sekinroq. O'sha oxirgi payt niyamga ko'p aylanadigan bo'lib qoldi bilmayman. Yil oxirida kelgan bunaqada. Men ko'yaman, men emasmi? Sekinroq dedi. Maniki legendarniy. U brat bitta gapi. Jala bitta gapi. Mariwan. Biliyorum brat u cho'sa kamera mana bitta olinganda cho'sa bitta gapi. Keyingisi. Endi Chingizdan oladigan bo'lsa, ikkinchisi aldaysan-ki Sardor. Shu yoqda menga. Aldaysan-ki Sardor. Nimaga birovni aldaysan? Kimniki? O'shani qo'yib olasizlar. Ko'rmaganlar ham ko'p uni, lekin u videoni hali. Ha. Endi ochishasiga tani kuchlarni menga tushunmadim men. Bazı gecelerde düşlendi ya hayalin endiremez. Kuchli o'ynashiga u вообще ko'pchilik demaydi, u tan olish kerak. Zerkandan qilinganda menimcha. Ay yüzün osmonda. Ay ko'nglim osmonda, parcha yulduzlar. Ne u endi uni oyisi bilan gaplashdim-da men. Videosini o'sha qo'yganimdan keyin oyisi bilan gaplashdim. U prosta oyisiga tashlab berilgan video ekanda. Onasi qo'yib yuborgan. O'zi profil qo'yib, dal shu yurg'izibdi. Ha, keyin to'pga otib ketdi-da. Cho'nsam o'zi onasiga tashlab bergan ekan. Ona qarayni kuling, onasi profilini yuritar ekan bu qizni. Cho'nsammi? Qo'yib yuborgan, короче. Hozir har qanaqa joyda xuddi o'sha raqam. Ha, hozir. Chunki men bo'lib ketdi. Qara 15 minutda gvardiyskiydan Через net kelib qoldi. Paynetda 5000 zaktada qolsam-da. Keyin u 5 minut ichida rohat ketib oldi gvardiyskiydan. Прикинь, через самолет или через нет. Кто он? Балабол? Балаболmi do'mi?
Bitta de javob ber, diyor. Alo. Laylo. Meni izzatman. Nimaga telefoningizni ko'tarmayapsiz? Ya nima bor edi ya? O'zi bitta suvga o'zani qo'yib yetardik. O'z-o'zani o'z-o'zi suvga bitta tiquza. Ham bor, bu ham. Yamma. No, prям masalan, mazax kuladiganimiz. Qaysi edi mana? Hamma so'ylab o'tiribdi. Короче, bu savolni sizlarga qoldiramiz. Qaysi mem sizlar uchun eng kulgili va maza qilgan meminglar mana shu 2025-yilda? Tez kommentariy yozamiz. 2026-yilda auditoriyangiz sizdan nimalar kutsin? Ko'p narsa. Ko'p narsa kutinglar, iltimos biz ham qilaylik. Endi to'g'risini aytaman, bizda ko'pincha ijodiy krizis bo'lib qoladi va bizning shunaqa jinni odatimiz bor, xafa bo'lmanglar. Masalan, qanaqasidir ssenariy yozamiz-ku, qaysidir. U ssenariyni biz ideallashtirgimiz keladi. Reklamangiz bo'lishi mumkin edi, ya'ni beriladi, mana. Boshqa 2026-yilda auditoriyangiz sizdan nimalar kutsin? Kutmaydi. YouTube'ga menimcha. YouTube'ga ozgina urg'u beramizmi davomimizda? YouTube'dan bizning kanalimizdan chiqadi-ku. Shu YouTube'ga bir urg'u berib, keyin buni seriali bor, shu boshlab qo'ygan serial bor. Yanvardan xudosi syomkalar Qilishimiz kerak, nasib. Nasib o'sha boshlanib qolsa. Endi men 1 million bo'lishim kerak bu yil. Xohlayman, xohlamaymanmi? 1 million qilishinglar kerak. Iltimos. Karta raqam oldirib Mana 3-yil kelyapti-da, blogerlikda o'zim profilimga ish qilganim, lekin hali ham 1 million bo'la olmayapman. Hali ham nechima? 600 ming bormanmi? 600 ming emassan-ku. Hali ham 344 ming. Uyat. 344 ming. Lekin prosmotrlar zo'r. Prosmotrga rahmat. Prosmotr bo'yicha muammo yo'q. Auditoriyangiz uchun 2026-yil tilaklari. Xullas, kirib kelayotgan yangi yil hammanglarga omadli kelsin. Eng asosiysi, hammanglar sog' salomat bo'linglar. But oilada xudo xolos kutib olinglar. Va nima deymiz? Ushalmagan orzularni 2026-yilda albatta ushalishini sizlarga tilab qolamiz. Meni tilaklarim shu aytganda umringlar uzoq bo'lsin, shu oilalarda kam bo'lmanglar, ko'payishinglar, uylanmaganlar uylansin. Ko'ngli ochiq inson bo'linglar. Ko'p hozir bilmayman 2025 juda ham negativ bo'lib ketganmiz. Ayrim odamlar, hamma ham emas, borda, ya'ni siqilib qolgan, pul muammosi bo'lsa, shu negativlik kelib chiqadi. Pul muammosi. Pul muammo bo'lmasa, degan muammosi. Pozitiv bo'lib yuringlar, ziqnalik qilmanglar, chiqoralik qilmanglar, ko'ngli ochiq, dasturxoningiz ochiq inson bo'lib yuringlar 2020. Negativ yozmanglar. Negativ yozmanglar. Qancha negativ kam yozsanglar, shuncha ishoninglar, sog'lig'ingiz zo'r bo'ladi. Hamda ishinglar zo'r bo'ladi. Pulinglar ko'p bo'lsin bo'ldi, shu samidan pulni yaxshi topsanglar, negativ ham bo'lmaysizlar, o'zi pozitiv bo'lib qolasizlar. Xursand bo'lib yuraverasizlar. Shunaqa gaplar. Bo'pti sizlarga. Sog' bo'linglar, charchamanglar.